Dunyo sultonlari ham o'zlarining nazarida hurmatga loyiq bo'lgan kishilar o'zlariga munojat va murojaat qilishlarini shart deb belgilamoqdalar. Xo'p, sultonga yomonlik qilgan, jinoyat qilgan kishilarga sultonning huzuriga kirishga qanday ruxsat berilishi mumkin? Bu kishi u sultonning huzuriga qanday sharmandalik ichida va jazo qo'rquvi bilan chiqadi? O'tmishida qilgan jinoyatlari va isyonkorligi tufayli tushgan ahvoli ko'zga ko'rinadimi? Endi sultonlar sultoni bo'lgan Alloh taoloning huzurida munojat, nola qilishni o'ylab ko'ring. Har birimiz uning amrlariga zid ishlar qilib, haqlarni ado eta olmagan holimizda u buyuk malikdan, jabbordan, mutakabbirdan va shiddatli azob sohibidan eng ko'p qo'rqadigan kishilar biz bo'lishimiz kerak bo'lgan vaqtda yana ham uning huzurida munojat, nola, yolvorish qila olmoqdamiz. Bu uning marhamatidan dalolatdir. Shunday ekan, banda Alloh unga baxsh etgan bu munojat ne'matining qadriga yetishi, gunohlardan qo'rqishi, e'tiborli va hokisor bo'lishi, barcha a'zolar va qalbi bilan Allohga yo'nalishi lozimdir. Balki shu sababdan ham uzoq vaqtdan buyon undan yuz o'girganini, umrining qolgan qismida unga isyon qilganini, o'tmishda uning haqlaridan g'aflatda qolganini mag'firat qilishni umid qila olar. Ilm ahlidan bo'lgan kishilarning ko'pchiligi namoz vaqtida dunyo ishlarini o'ylaganliklari uchun o'zlarini jazolaganlar. Allohga yaqinlashish va namozlardagi nuqsonni to'g'irlash maqsadida sadaqa berganlar. Bunga misol sifatida shuni ayta olamiz. Rivoyatlarga ko'ra, Abu Talha o'zlarining bog'dagi bir daraxt oldida namoz o'qiyotganlarida bog'da uchib yurgan va chiqish uchun joy izlayotgan bir qush diqqatlarini tortgan. Bir muddat o'sha qushga qarab qolgan ekanlar. Keyin diqqatlarini jamlab namozlarida davom etganlar, lekin necha rakat namoz o'qiganlarini ham unutganlar. Shundan so'ng Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yonlariga kelib voqeani aytib berganlar. Keyin shunday deb qo'shimcha qilganlar: o'sha bog'imni Alloh yo'lida sadaqa qilaman. Xohlaganingizdek baholang. Yana rivoyat qilishadiki, boshqa bir kishi xurmolarga yetilib qolgan bog'da namoz o'qib turganida diqqati xurmo daraxtlariga ketib qolgan va necha rakat namoz o'qiganini unutib qo'ygan. Keyin bu voqeani Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ga, ya'ni o'sha davr xalifasiga aytib bergan. Keyin o'sha bog'imni Alloh yo'lida sadaqa qilaman. Xohlaganingizcha baholang deb aytgan. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ham o'sha bog'ni 50,000 dinorga sotganlar. Alloh yo'lida murid bo'lgan kishi butunlay namozga berilishga va bu namozda o'qiganlarini tushunishga yordamchi bo'ladigan jihatlardan yana biri shudir. Namoz o'qigan kishining oldida hech narsa bo'lmasligi, hech qanday narsa diqqatini tortishga imkon bermasligi kerak. Darhaqiqat, olimlar shunday qilganlar. Namozda qalblarini dunyoviy narsalarga yo'naltira oladigan narsalarga nisbatan ehtiyot choralarini ko'rganlar. Shu sababli namoz o'qigan kishi o'zining oldiga hech narsa qo'ymasligi lozim. Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'baning kaltlarini qo'lda ko'tarib yuradigan Usmon ibn Abu Shaybaga shunday deganlar: avvalroq senga Ka'baning ichidagi shohga o'xshagan narsalarning ustini o'rab qo'yishingni aytishni unutibman. Endi ularning ustini o'rab qo'y. Chunki masjidda insonning diqqatini namozdan uzoqlashtiradigan narsalar bo'lmasligi kerak. Yana rivoyat qilishlaricha, Hazrati payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Jahm olib kelgan va ustida bir nishoni bo'lgan qora kiyimni kiyib, o'sha bilan namoz o'qiganlar. Namozdan keyin bu kiyimni darhol yechib shunday deganlar: bu kiyimni Abu Jahmga qaytarib bering, chunki u biroz avval meni namozdan chalg'itdi. Menga Abu Jahm olib ketgan eski va qattiq kiyimimni qaytarib olib keling. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu namoz o'qiydigan joylarida mushaf yoki qilich saqlamas edilar. Yozuvli biron narsa bo'lsa, uni albatta yirtib tashlar edilar.
Yana banda namoz vaqtida o'zini Allohga yo'naltirishga va o'qiganlarini tushunishga yordam beradigan jihatlardan biri shudir. Bu masalada juda hushyor bo'lishi, namozni boshlashdan oldin tayyorgarlik ko'rishi kerak bo'lsa, bir lahzaga ko'zini yumib Alloh taoloni va oxiratni qalbidan kechirishi lozimdir. Chunki qalb namozdan oldin nima bilan band bo'lgan bo'lsa, namozda ham o'sha narsa bilan band bo'ladi. Olimlarning tavsiyalari shundaydir. Masalan, Avzoyi shunday deganlar: ilm ahlidan bo'lgan kishilar, sahobalar va tobiin olimlari namozdan oldin oxirat va shunga o'xshash masalalarni eslar edilar. Chunki inson namozga turgan vaqtida ko'pincha qalbi namozdan oldin nima bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, o'sha ish bilan band bo'lishda davom etadi. Nihoyat Fotiha surasidan keyin Zam sura ham qo'shib o'qigach, qo'llarni ko'targan holda yoki ko'tarmasdan takbir keltirib ruku qilasiz. Bu takbirda qo'llarni ko'tarish mubohdir. Keyin tizza qopqoqlarini hovuchlagan holda ushlab, qo'llaringizni gavdadan biroz ajratasiz. Rukuga borganingizda, takbir keltirganingizda va qo'llaringizni ko'targaningizda Alloh taoloni ulug'lash tuyg'usini his qilishingiz, qo'llaringizni ko'tarib Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga erishgan holda ilohiy jazodan qutulishni umid qilishingiz lozim. Takbir keltirgan vaqtingizda Alloh taolo har narsadan buyuk ekanligini, undan boshqa barcha narsalar yaratilgan bo'lib zaif ekanligini tafakkur qilishingiz lozim. Rukuda vaqti Allohning huzurida xushu va hokisorlik his qilishingiz, uning marhamatidan umid qilishingiz lozim. Egilgan vaqtingizda bir tekis bo'lishingiz, boshingiz ko'p yuqoriga ham qaramasligi, ko'p pastga ham egilmasligi kerak bo'ladi. Ojiz ekanligingizni ifoda qilishga eng uyg'un holatda gavdangizni bir tekis ushlashingiz kerak. Rukuda vaqtingiz 3 marotaba Subhana robbiyal azim, buyuklik sohibi Robbim har qanday nuqsondan pokdir deyishingiz lozim. 3 martadan ko'p aytilsa yana ham yaxshi. Bu so'zni aytayotgan vaqtingizda qalban Robbim har narsadan buyukdir deyishingiz kerak. Keyin boshingizni rukudan ko'tarib Samiyallohu liman hamida, Alloh o'ziga hamd aytganni eshitadi deysiz. Shu bilan birga ich-ichingizdan Robbim o'ziga shukr qilganni noumid qila olmaydi deb o'ylashingiz kerak bo'ladi. Keyin Robbim hamd sengadir deysiz va ey Robbim, shukr faqat sengadir deb xayolingizdan o'tkazasiz. Rukudan qaytgach biror lahza tikka turishingiz va butunlay tiklanib olishingiz kerak. Hatto rukudagi muddat qadar to'xtab turish yaxshi bo'ladi. Rivoyatlarda shunday bahs yuritishgan. Keyin takbir keltirib sajdaga borasiz. O'sha vaqtda Alloh taolo sizga nazar qilib turganligini qalbingiz bilan o'ylashingiz lozim. Unga bo'yin egib sajda qilishingiz, har ahvolda boshingizni faqat uning huzurida tuproqqa qo'yish sharafini sizga baxsh etganini idrok qilishingiz lozim. Uning izzati oldida kamtarlik bilan tizzalaringizni, keyin qo'llaringizni va nihoyat yuzingizni va burningizni yaxshilab tuproqqa qo'yishingiz lozim. Oyoqlaringizni to'g'ri ushlab turishingiz, oyoq barmoqlarining pastki qismini yuqoriga egishingiz lozim. Dar haqiqat Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday qilganlar. Qo'llaringizni barmoqlarini ham ochmasdan qiblaga yo'naltirib birlashtirishingiz va quloq darajasida ushlashingiz lozim. Sajda vaqtida Robbingiz huzurida xushu va kamtarlik uzra bo'lishingiz va 3 marotaba Subhana robbiyal a'la, buyuk Robbim har qanday nuqsondan pokdir deyishingiz lozim. Bu duoni 3 martadan ko'p aytsangiz albatta yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga qalbingizda Robbingiz har narsadan buyuk ekanligini e'tirof etishingiz lozim. Sajdada qo'llaringizni bir-biridan ko'p uzoqlashtirmasligingiz kerak. Faqat gavdadan ajratadigan darajada normal o'lchovda ochasiz. Keyin sajdadan qaytib takbir keltirasiz. Bu takbir bilan Alloh taoloning har narsadan ustun ekanligini tafakkur qilasiz.
ikki sajda orasida o'tirgan vaqtingizda o'ng oyog'ingizni tik tutasiz va barmoqlaringizni ostini yerga yopishtirasiz. Chap oyog'ingizni qo'yib ustiga o'tirasiz. Negaki rivoyatlarda ham shunday keltirilgan. Boshqa bir fikrga ko'ra oyog'ingizni biroz chetga olib sonlar ustida o'tirasiz. Sajdalardan keyin tashahhud aytishga o'tirgan vaqtingizda ham shunday qilasiz. Ayniqsa ikki sajda orasida tom ma'noda o'tirasiz. Shoshilmaysiz. Ikkinchi sajdaga bormasdan oldin orqangizni tik holatga keltirguncha to'g'rilaysiz. O'shandan keyin ikkinchi sajdaga ketasiz. Egilib turgan vaqtingizda yerga tayanishingiz mumkin. Boshingizni ko'tarmasdan oldin tizzalaringizni ko'tarmaysiz, chunki bu makruh deb aytilgan. Turayotganda bir oyog'ingizni oldinga olib uning ustiga suyanmang, chunki Ibn Abbos bu shaytonning qadam otishidir deganlar. Keyin o'rningizdan turasiz. Turgan vaqtingiz davomida o'ng qo'lingiz bilan chap qo'lingizni bog'laysiz va ikki qo'lingizni shu tarzda bog'langan holda kindik darajasida yoki undan biroz pastroqda ushlaysiz. Qiyomda turgan vaqtingiz ko'zingiz sajda qiladigan joyga qaratilgan bo'lishi kerak. Har bir rakatda xuddi shunday turasiz. Qadaga o'tirgan vaqtingizda qo'llaringizni tizza ustiga barmoqlar orasini ko'p ochmasdan qo'yasiz. Bu vaqtda esa Alloh taoloning yagona iloh ekanligini tafakkur qilgan holda, uning marhamatini tilagan holda tashahhud duosini o'qiysiz. Bu duoda aytgan so'zlaringizni ma'nosini yaxshi tushunishingiz lozim. At-tahiyyatu lillahi degan vaqtingizda mulk faqatgina Allohga tegishli ekanligini ifoda qilgan bo'lasiz. Negaki bu kalima lug'atda shunday ma'noda keladi. Buning ortidan was-salavatu wat-tayyibat deganingizda butun borlig'ingizni Allohga yo'naltirganingizni, unga atagan ekanligingizni ifoda qilgan bo'lasiz. Bu yerda ifoda qilingan tayyibat seni Allohga yaqinlashtiradigan go'zal amallar demakdir. Va siz duo bilan bu amallarning barchasini faqat Alloh uchun bajarganingizni bildirmoqdasiz. Shundan keyin esa Allohning salomi, rahmati va barokati senga bo'lsin, ey payg'ambar deb bu salomingiz Hazrati payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yetib borishidan umid qilasiz. Keyingi navbatda bizga va Allohning barcha solih bandalariga salom bo'lsin deyish bilan qalbdan o'zingizga va Allohning samodagi hamda yer yuzidagi barcha solih bandalariga salom berasiz. Shuningdek, Alloh taolo ham sizga barcha bandalarning soni qadar salomlar yo'llashidan umid qilasiz. Shundan so'ng Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga shahodat keltiraman deysiz va ilohlik faqat Allohga oid ekanligini, uning vahdoniyatini qalbingiz bilan zikr qilasiz. Oxirgi o'tirishda kalima-i shahodatni o'qiyotganda ko'rsatkich barmoq biroz ko'tarib qo'yilishini aytishadi. Namr al-Huzaydan rivoyat qilishlaricha, Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bir marta shunday qilgan ekanlar. Ibn Abbos ko'rsatkich barmoq bilan qilingan bu ishoratni ixlosdan deganlar. Muhajjid esa bu shaytonning kuchini sindirish ekanligini aytganlar. Bundan keyin kalima-i shahodatni ikkinchi yarmini, ya'ni va Muhammad Allohning bandasi, elchisi ekanligiga shahodat keltiraman jumlasini o'qiysiz. Tashahhudni aytib tugatganingizdan keyin qiyomat alomati bo'lishini va bunga hech qanday shubha yo'q ekanligini, Alloh taolo qabrdagilarni tiriltirishini tafakkur qilishingiz kerak. Bunga qalban shahodat keltirishingiz, Allohga hamd va Hazrati payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga salovat aytishingiz kerak. Ka'b ibn Azjanning shu masalada yetkazgan rivoyati to'g'risida ixtiloflar mavjud. Bu rivoyatda keltirilgan salovat duosida Hazrat Ibrohim alayhissalomni oilasini rahmat qilganing kabi degan ifoda keltirilmoqda. Xuddi shunday, Hazrat Ibrohim alayhissalom oilasiga barokat duosi ham ushbu rivoyatdan o'rin olgan. Ka'b ibn Azjandan kelgan boshqa bir rivoyatda esa faqatgina Hazrati Ibrohim alayhissalomning o'zlariga duo qilinmoqda va duoning shu qismida ittifoq bor. Keyin istaganingizdek duo qilasiz. Duoyingizda barcha mo'min va musulmon erkak ayollarga o'rin berishingiz, o'rin berasiz.
Lekin imom bo'lsangiz, duoni faqat o'zingizga ta'alluqlab qilib emas, jamoatni qamraydigan qilib duo qilasiz. Salom bergan vaqtingizda ovozingizni ko'tarmasdan assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berasiz. O'ng va chap tomonlaringizda joylashgan farishtalarga, inson va jin mo'minlarga salom berishni niyat qilasiz. Keyin 3 marta istig'for aytasiz. Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday qilganlar. Shu bilan birga namozda yo'l qo'ygan xato kamchiliklaringiz va boshqa barcha gunohlaringiz kechirilishini iltijo qilasiz. Buning ortidan shunday deysiz: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bu duodan keyin esa Oyatal Kursiyni o'qiysiz. Lekin bularning barchasi vojib emasdir.